أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alkışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı aqibət və qəlbələr huşyarlarga olsun. Salat, salamlar, aman esenlikler, qollaş ve destekler Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve onun yoludan kıyametgacha mangan bütün yoldaşlarga olsun. Assalamu alaikum, qadirlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugün Ramazan'ın 9. günü. Ettigenlik 10. günü buludu. Ramazan'ın 1. 10 günü rahmet degan 10 gün ahırlaşkan buludu. Onundan keyin mağfiret zamanı başlaydı qarindoshlar. Allah hemimizden günahlarımızda mağfiret kılsın. Bu Ramazan'ı biz için mübarek kılsın. Bugünkü sohbetimiz qarindoshlar En'am suresinin 65. ayetinden buludu. Rabbimiz bu ayette şundak deydi. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العظيم. Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam var. Yaki bütün hak yol davetçilerine şunda hitap kılıdı. Ey bendem, de seninki milletinge. O Allah kadirdir. Ala eyyebâse aleykum azaben min fevkikum. Sizlerinin üstünlerden, yani asmandan sizlerge azap düşürge, azap ivetişke Allah kadirdir. Yaki sizlerinin ayaklarının astıdan mı azap çıkarıp sizlerge ivetişke kadirdir. Yaki sizlerge bölünüşlerini evet şarkılık sizlerine bölüş arkalık her taifige bölü bitiş arkalık ve yudika ba'dakum ba'd bazılarını üzerlerinin bazıları bilen azaplaşma kadirdir. Ba'z degen nayet eğer ezenin canını ağırtıdığan azap buludu. Yaki muşundaq sizlerni bölüp bitiş arkalık o bölüm bu bölümge azap kılıdığan yana bir bölümge azap kılıdığan bir teşkilat yana bir teşkilatga azap kılıdığan yoki tillaydigan haqorat qiladigan yana birisini tillaydigan muşundaq o'zaro kelishilmas o'zaro bisi-bisiga sham sanjaydigan bir-biriga zehrini sanjaydigan birisi-birisini xap qiladigan muşundaq halga ekilib azablashqama Allah qadirdir. Undur, qarab baq bendem. Keyfe nusarriful ayati. Biz sizlarga tushundirish uchun darslarni qandoq o'rib va cho'rib. Ba'zi bu tarafdan tushundirib baqamiz, ba'zi yana bir tarafdan tushundirib baqamiz, ba'zi boshqa nuqtadan tushundirib baqamiz, ba'zi boshqa bo'yitdan tushundirib baqamiz. Qur'onning oyatlari sizlarga haq va haqiqatni tushuntirish uchun har turli shundoq tasarruf qiladi oyatlarini. La'allahum yafqahun. Bu insonlar faqih bo'lsin deb. Ya'ni bu dunyoning qonuniyatini tushunsin. Allohning bu dunyoga yaratgan qonuniyatini tushunsin. Allohni tushunsin deb biz oyatni har nuqtadan tushuntiramiz. Da millatinga deydi. Endi Payg'ambar alayhisalom mush oyat nozil bo'lgan vaqtda azabim min fawqikum degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom ey Alloh
üstümüzden azap yağdırıp bizni azap kılışından sağdımız. Sana pana tileymiz. Bu azaptan bizni kutkuzup koy degendikini Allah ma'qul degan deydi Peygamber aleyhisselam. Amin tahta arjulikum degan vaqtda ya Allah bizni ayaklarımızdan astımızdan su çıkarıp to'fon bilan yoki vulqon chiqarib o't bilan azob qilmagan deb duo qilgan vaqtimda Allah ma'qul dedi deydi Peygamber aleyhisselam. Bu ikkinchi azob endi bu. Osmondan azob tushirish birinchi azob, yerning tagidan azob chiqarib azoblash ikkinchi azob. Endi uchinchi azob sizlarni bo'lish orqali biringlarning zehrini yan biringlarga sanjitish orqali, o'zinglarni chiqish orqali, o'zaro bo'g'ishish, o'zaro talashish, o'zaro tepish orqali manda azob bilan azoblaymiz degan oyat bu yerga kelgan vaqtda Peygamber aleyhisselam sahabelerge depti. Bu red qilindi. Bunu talep qilsam bu duoyim red qilindi. Shu narsa so'ragandim. Osmondan azob tushirib halok qilish qabul bo'ldi, yerdan azob chiqarish bu qabul bo'ldi. Ammo o'zaro fitna chiqqan vaqtda bu fitna azobi qabul bo'lmadi deb Peygamber aleyhisselam shunday degan. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar? Allah bu ümmetin fitne çıkan vaxtısını yani yardım kılıverse imtihan bozulup gidiyor. Öyle bakaylı. Müslüman boğan kılam davamlı kuşluk duruverse, davamlı yaxşı yaşaverse, özara fitne çıkargan takdirde hiç neme bulmasa, Müslüman boğan kılam yaxşı gün görüyorsa ne buludu? Bütün kafirliğin Müslüman buluvadı. Şunun için bu dünyadaki Allah'ın koyup koygan kanuniyeti Müslüman kafir okşaş işleş gerek. Bu dünyanı Allah imtihan için yarattı dedik ya. İmtihan için yaratıp koyup anondakin Müslümanlar ben Müslüman oldum dese onunla devamlılık imtihandan yüzünü biri verse kağallarga nikin kanuniyetini işletip 80 aldın, 50 aldın, 60 aldın diye tutursa bu Müslüman bolsa muşunda bulduğu işkende Müslümanlık modu olap Xi Jinping Müslüman bulup aladı. Ömür Müslüman bulup aladı. Şunun için Allah adaletini muhafaza kılış için bu dünyaya kelgendan keyin bu dünyanın kanuniyeti muğum okşaş işleydi o. Müslüman bu muğum okşaş işleydi. Endi fitnege tushib qolgan vaqtda adam tashlatish qiladi, hammadan bisiga zaharni sanjiydigan ish bor. Bu musulmonlik ishlamasa yana bo'lmaydi. Masalan, Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri deymiz. Sahabelerini ko'rsak, shunda 500'dan üstü yeri var. Her qanday sahabe. Şu sahabeler Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin o'tirishga fitna tushibdi. Bir-birini öldürdüğün halga geldi. Sahabelerni öldürdü. Sahabeler arasında uruş oldu. Bunlardan Hazreti Ömer mi şehit oldu, 2. halife. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit oldu, 3. halife. Hazreti Ali radıyallahu anh şehit oldu, 3. halife. Muşu fitne sebebi muşunda oldu. Yani Allah bizge Muhammed Aleyhisselam'dan keyin şunda bir ders kaldı ki, ey insaniyet, sizler rehberonlar Muhammed peygamberdek rehber bula. Onunki erkekçileri, onun sahabelerindeki sadık ve samimi, ihlasmen bula. Eğer aranlığa fitne kiriplam kalsa, fitne fasat kirip bölünüplam kessanlar, bu bölünüş fitnesinin aralığında yürü turamaysa veren bulup gitsizler. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri bölündü o bana. Onu örnek de Allah şu üzümüzün, közümüzün aldı da şu sahabelerin örnek kılıp koyalım. Şunun oxşagan hem de oxşaş fitnege biz düşsek, bularning Sharqiy Turkiston xalqi düşsek, muşundaq bir vatanimiz işgal astida turgan vaqtida Xitoydagi ko'p nüfusli bir dushman bizni o'ldirib yetaman deb o'limga hukm qilib ijro qilib atgan bir vaqtda biz bo'lansak halok bo'lamiz. Endi bu bo'linish o'zligimizdan bo'lmadi bilamiz. Bu Sharqiy Turkistonliklarningki bo'linish haqida
Xitoy istixborotning puli bor, Xitoy davlatining strategik planlari bor, diplomatik kuchi bor, siyosiy kuchi bor, istixborot kuchi bor, iqtisodiy kuchi bor. Bütün kuchini silib bizni bo'layotdi. Chunki biz av zaminning egasi bo'lgandan keyin bo'lanmasak, bir yerdan bo'sab chiqib, aj zaminninki bizning zaminimiz ekanligi o'tirg'a chiqib qolsa, Xitoy g'alaba qilolmaydi. Shuning uchun bütün kuchi bilan bizni bo'lashga tirishyapti. U Xitoy dushman bo'lgandan keyin bo'ladi. U normal. Dushman degan o'zining raqibini bo'ladi, parchalaydi, o'ldiradi, yo'q qiladi. U normal. Ammo normal bo'lmayotgan ish bizning shu bo'linishga rozi bo'lib gap qilmay turishimiz. Oyatning nazil bo'lishida qarindoshlar. Yuqoridagi oyatda deydi: Allah kechining zulmatlaridan va yo'q, Allah yer ustining zulmatlaridan va dengizning zulmatlaridan kim qutqizadi degan. Sizlarga mush yer yuzida bir zulmat basvasi, zulmlar yoki beşonliq baloy afat kelsa, yoki dengizda beşonliq baloy afat kelsa, o'ladigan cheg'ingda, halok bo'ladigan cheg'ingda siz shu Allohga yalvarib duo qilsizlar. Shu duo qilgan vaqtingizda sizlarni shu baloy afatdan kim qutqizadi deb bo'lib Qulillahu yunajjikum minha. Allah qutqizadi. Ve min kulli kerbin. Yalğız bunun dillam emas. Ve min kulli kerbin. Bütün balay afetini Allah qutqizadi. Allah qutqizib bo'lgan yoqi summantum tushrikun, sizlar shirk keltirsizlar, yana vafosizlik qilasizlar. Sizlarningki beshanlig'i zulm kelgan vaqtdagi duolaringlar, ibodatlaringlar butunlay saqtipazlik. Zulmdan qutulish uchun manfaatingizni kelgachga ibodat qilish, duo qilish, manfaatingizni kelgachga qilyapsizlar. Agar beshanlig'i kelgan musibatni biz ko'tarib etsak, yana shirk qo'shib Allah'dan başka narsalarning aqısını jugurib mağdığan milletler deb Allah yuqorida nima qilgan? Tanqid qilgan. Bu Allah'ning tanqid qilgan milleti bir tip. Bu hamma yerda bor, hamma zamonda bor bir narsa. Endi buni biz Sharqiy Turkistonlikninki ustimizga unda kiyib baqsaq, bizni Allah qanday baloy ofatlarga mubtalo qildi, qanday baloy ofatlardan qutqizdi, qanday yerda ketkizib qo'ydik, qanday yerda vafo qildik, qanday yerda vafosizlik qildik deb buni qarab baqsaq qarindoshlar. Biz har qatim beshimizga kun kelgan vaqtda juvushib chiqdik. Allah kuchimiz oz bo'lsa-mu g'alaba ato qildi. Yaqinqi zamonda ikki qatim mustaqilligimizni e'lon qila oldik. Shunda g'alabani Allah berdi. Tariximizda bekchiq fursatlarni berdi, bekchiq davlatlarni qurdik. Her devletlerini kurduk. Dünya koşkan töhfemiz mi yo'qim bo'ldi. Mushundaq fursatlarda Allah'a çın esilib turmay, dünya menfaatini talışıp bölünüp ketgechga, aqdaqliq, qaraqdaqliq degandek. Yoki u parti, bu parti degandek, yoki u tashkilot, bu tashkilot degandek bölünüp mangsak, bu dushmanning hujumiga taqobil turmaymiz. Yiqilishga majbur. Şunun için bundaq bir bölünüş zaten Allah Teala tarafından kelgan bir azapning türi. Allah uçuq davatidir. Sizlarni bir-biringizga selib, parchalab, bir-biringizga zahringlarni tiqqizib, manda azoblashga Allah qodir deydi. Bu vafosiz, samimiyatsiz insonlarni bu dunyodagi Allah'ning jazolaydigan jazo turlaridan birisi bu. Endi biz bu jazodan qutulish uchun qarindoshlar shu ulug' Ramazon ichida turibmiz. Vafosizligimiz uchun, Allohga vafosizlik qilganligimiz uchun, samimiyatsizlik qilganligimiz uchun istig'for aytaylik. 2 kundan keyin mag'firat zamoni keladi. Shu chog'da Allah bizga ey bandam, hacitin barmi de, hacitin ravo qilay. Agar mendan panoh tilaydigan ishlaring bo'lsa, panoyimga olib seni qutuldirib qo'yay. Agar rizq talab qiladigan ishing bo'lsa, ehtiyojing bo'lsa, ehtiyojingni qamdab qo'yay.
Günahların bolsa menden istig'for tila, kechirim so'ra, günahlarını mağfiret qilay deb, mushu Ramazon oylarida Allohning bizga xitob qiladigan vaqtlari, bo'libmi kechalari. Mushu vaqtda qarindoshlar samimiy duo qilayli. Samimiyatimizni, samimiy iymon, samimiy amal, samimiy ixlosliq amal berishga Allohdan duo talab qilayli. Alloh bizni ko'chirib qolsa ajab emas. Endi Alloh oyatni to'xtatgan vaqtida unzur kayfa nusarriful oyat. Qarab baq bandam, biz oyatlarimizni qanday tushuntiramiz sizga deydi. Bu nusarrif degan qarindoshlar men arabcha o'qib boqqan bo'ldi. Sarf deydigan bir ilm bor. Sarf ilmi. Buningda shu bir kelimani turlash orqali bir kelimadan 192 tur chiqarıladi. Bir kelimenin an yıldızını bilib olgan adam, ashni arab grammatikasi bo'yicha turlab qaysi zamonga tava, nimaga tava, nima mazmun chiqadi, shu mazmun o'zgarishlarini tatib bilib 192 ni bilgiladi. Shuni sarf ilmi deydi. Yana birga ma bu oltinni eritib, keraksiz yerlarini chiqarib etib, oltinni saplashtirib, oltinni ilm berim qiladigan insonlarni sarraf deydi. Oltinchini. Allah bu yerda bizga kayfa nusarriful oyat deyishda bandirim men sizga bu dunyoda yashatish orqali oltinni eritish orqali tavlab qandoq uning darajasini ko'tarsak, bu dunyodagi beshonga kelayotgan ishlarning hammasi shunday darajalarni ko'tarish uchun Allah har qatim shunday fursat beradi. Mush fursatlarni bilsin deb Allah oyatlarini har turli anlatadi. Ey bandilarim, Allah'ning oyatlarini tushunishga tirishinglar. Allohning oyatlari degan gap qarindoshlar, men o'qiyotgan oyat Qur'onning oyati. Bu Qur'on Allohning kalomi bo'lgandan keyin Allohning oyati. Bu hamda arabcha bilgan, tafsir o'qigan insonlar tushunadi buni. Allohning oyati faqat Qur'onda emas, biz yashayotgan dunyodami bor. Qur'on nazariyasi bo'lgan bo'lsa, biz yashayotgan dunyo mush Qur'onda deyilayotgan qonuniyatning ijro qilinishi. Mush Qur'onda deyilayotgan gap bilan biz yashayotgan dunyoning ijroatida hech qanday farq yo'q. Allah nima degan bo'lsa, shu shaklda yashayapmiz, shu qonuniy shu shaklda ma'notida. Shuning uchun Allah bizdan biz oyatlarimizni shunday tasarruf bilan har turli tushuntirishga tirishyapmiz. La'allahum yafqahun. Bu insonlar faqih bo'lsin deb. Faqih bo'lsin degan qonunshunosni faqih deydi. Bütün qonunni o'rganib, yolg'iz qonunni o'rganish, qonun chiqarishni o'rgangan. Qaysi asosiy qonunga asosan, qaysi qonunlarga tayinib turib qonun chiqarish. Buni faqih deyiladi. Fiqh ilmi degan islomiy qonunchilik ilmini fiqh ilmi deyiladi. Allah bizni faqih bo'lsin deb oyatlarni shunday o'rgatgan. Ya'ni bu dunyoning qonuniyatlarini tushunsin deb. Qarindoshlar, bir hakimdan so'rabdiki, sarang deb qanday odamga deymiz deb. Dur, uni odamni bilsin sarang deydi ekan, kallasi ishlamaydigan sarang deydi ekan. Siz sarang deb qanday odamni deymiz desa, hakim shunday debdi ekan. O'xshash ishni qilib, farqli natija kutgan insonlarni sarang deymiz. Her qatim o'xshash ish qiladi, natijasi farqli chiqadi deb kutadi. Bu saranglik debdi. Biz qarindoshlar saranglikdan qutulishimiz lozim. Qutulish uchun o'xshash ishni qilavermasligimiz lozim. Strategiya o'zgartirish lozim, taktika o'zgartirish lozim, bizning aqidamizni o'zgartirishimiz lozim, o'zaro bir-birimiz bilan bo'lgan muomalani o'zgartirishimiz lozim, bir-birimizni tushunishga tirishishimiz lozim. Buning hamda Xitoy istixborotining bak çok to'salg'inlari bor. Uni bilamiz. Ammo Xitoyga ishlamaydigan, Alloh bilan uchrash umidi bo'lgan insonlar, Allohning oldiga borsam qanday qilaman degan insonlar eng az bir-birimizni tushunishga tirishishimiz lozim. Bir-birimizga yo'l qo'yadigan, bir-birimiz bilan qo'l tutib mengishni biladigan holga kelishimiz lozim qarindoshlar. Unda bo'lmaganda
Muşundaq fitne bilan, hozirgidek ittifoqsizlik bilan, hozirgidek bölünüşler bilan davom qilaversak, natijamiz o'xshash chiqaveradi. Bu dunyodan bir kun o'lib ketamiz, tugab ketamiz. Buningki bu dunyoning, bu umrning hisobi bor. Ömrüngni nimaga ishlatding? Sana bergan iqtisodni nimaga ishlatding? Yoshligingni nimaga ishlatding? deydigan savol so'roq boshlandi o'lgandan keyin. Shuning uchun bu oyatning mazmuniga asosan samimiy bo'lib haqiqatga qaytayli. Biz birlashamasligimizning sababi qarindoshlar kichiklab ketganligimizdan bo'ladi. Biz aqlimiz kichiklab ketdik. Ma kichik valla birisi asa urushib qoladi. Birdamda chiroyli o'ynayotib bir kim talashib, birdamda vaqirishib, bizni tatlashib urushib qoladi. Nima uchun? Onda aql kichik. Aqli kichik bo'lg'achqa, u cho'ng bo'lmag'achqa urushib qoladi. Cho'nglar nima uchun urushib qoladi? Aqli kichik bo'lg'achqa urushib qoladi. Biz o'zimizni cho'ng deymiz. Ammo cho'nglikda alishimiz. Kichik bolami cho'nglikda alishadi? Kichik boladan birine 4 yoshlik, 5 yoshlik bolani buvoq deb baqayli, qanday achchiq keldi ekan. Hey baby deb baqayli, kichik bolaga 4 yoshlik, 5 yoshlik mushu yeslik boradigan bolaga baby deb baqayli, buvoq deb baqayli, qanday achchiq keldi ekan. Masalan, bizni baby deb xo'shilab ketimiz, ani bo's yosh ko'rinib ekanmidi? Cho'ng bo'lg'achqa, babyning yomon bir narsa emasligini bilgachga qapolab ketmaymiz. Ammo kichik bola aqli yetilmagachga kichik bola desa achchiq kelib ketadi. Shuning uchun biz o'zimizni agar cho'ng tutadigan qo'yimiz bo'lgan bo'lsa, bir-birimizga hurpiyib, sen nima etding deydigan holatimiz bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, ro'yi holatimizda bu insonning niyati bo'ladigan ish-ku. Miyaga peshonasi yezg'ilib qolmaydi. Kibr, ujub, o'ziga alqa. O'zi yarab ketadigan ishlarning hammasi insonning qalbida bo'ladigan ishlar. Agar bu ishlar bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, biz taqbek kichik holatimiz. Kichik deganimiz aqlimiz mo kichik, eng yomoni ma'naviyatimiz bek kichiklab ketganlik. Ma'naviyatimiz bek tuvallab ketgachga, mushunda xiyollarda bo'lib qolamiz. Men cho'ng deydigan xiyollar, takabburlik, ujub, riyo hammasi ruhi kichiklab ketgan insonlarda bo'ladi. Shuning uchun Allah'ın dergahida cho'ng insonlar bo'lishimiz uchun, Allah'ni rozi qilishimiz uchun, Allah'dan duoyimizni bir ijobat qildirib, bir g'alabaga erishib, maqsadimizga yeta olishimiz uchun qarindoshlar, bir-birimizni sevishga majbur, bir-birimiz bilan hamkorlashishga majbur. Birinchi nomerlik qarashtiradigan narsa ittifoqsizligimiz bo'lishi lozim. Her qandaq bir insan aramızda ittifaqsızlık yarıştırırsa, seni avmandak dağıtıdı, mağmandak dağıtıdı dese, ya oyun oynap, şubihi uyandırışqa, şubihi selişqa insanların kallası qıtırırsa, bu tutuk insanların hazır eylişimiz lazım. Özara ittifaqımızı kolga keltirishimiz lazım, qarindoshlar. Allah hemmimizni ittifaq qilversin. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabilaridek ittifaq qilversin. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabilaridek aşında birisi yardım qılalaydigan, bütün iqtisodini öz dostu uchun voz kechalaydigan iqtisod. O'zining ehtiyoji turibmi, boshqalarning ehtiyojini qamdashni fazilat biladigan bizning burunqi odatimizdek. Ashuna fazilatli insonlardan qilaversin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.